Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Veo va Gemini'ni 1 yillik podpiskasini почти tekinga olishni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladigan saytlardan biri bu proxy bo'ladi. Biz saytga kirib olamiz. Proxy 6net degan saytga kirishimiz kerak. Mana shu sayt. Bunga primoy ham kirib ketishingiz mumkin. Agar primoy kirmasa, через proxy yokida anaqalar bilan kira olasizlar. VPNlar bilan kirishinglar mumkin. Bir xil paytlarda ishlamay qoladi. Bu kecha ishlamay qolgandi. Hozir sizlar mana shu saytga kirib olganinglardan keyin sizlar registratsiyadan o'tishinglar kerak. Misol uchun men mana shu yerda 12 ta proxy olganman. 12 tasini почти 15 mingga oldim. Bu o'zi qanaqa to'ldiriladi? Biz hozir mana пополнение balansiga kirishimiz kerak. Kirganimizdan keyin biz kartaga kiramiz. Mana bu bitta minimalniy summasi 100 rubl bo'ladi. 100 rubl gazeta 15 ming bo'ladi. Mana shuni bosib turib, kartni tanlaymiz. Kart World. Mana shuni bosiladi и продолжить bosishimiz kerak. Xo'p, mana kirdi. VPN yaxshi ishlamayotgan ekan. Mana Humo, Visa, Uzcard, Mastercardlar bor. Kartalarni kiritasizlar, оплатить bossanglar 15 ming so'm yechib oladi. Ancha ishlatsa bo'ladi. Gazeta 12 ta proxy olsanglar, 12 ta proxydan bir 20 ta, 30 ta, может 50 ta qancha o'zinglar anaqalarga qarab olaverasizlar. Xo'p, biz sotib olganimizdan keyin sizlar primoy mana bu joyga tushasizlar. Mana proxylar mana. Men sotib olgan proxylar, xohlasanglar mana 5 kun qolgan, 5 kun ichida ishlatsanglar bo'ladi. Men tashlab beraman hammasini. Xo'p, bizga keyingi kerak bo'ladigan programma. Bu programmani sizlar anaqadan skachat qilib olasizlar. Google o'zidan Dolphin deb yozsanglar, Dolphin Antidetect bo'ladi. Antidetect brauzerda bu. Ustanov qilganingizdan keyin sizlar 3 ta anaqa ochsanglar bo'ladi. 3 ta proxy brauzer ochiladi. Mana shundan skachat qilinadi. Men hozir skachat qilib qo'yganman. Skachat qilgandan keyin sizlar bu yoqqa kirishinglar kerak. Men hozir skachat qilganim ko'rsataman. Skachat qilib turib, hozir kirgizib ko'rsataman. Mana Dolphin kirasizlar. Mana shunaqa anaqada bo'ladi. Ikonkada bo'ladi. Men bu anaqani profilni anaqalardan ham ishlataman. O'zi 5 tagacha ishlatsanglar bo'ladi. O'zi men YouTube kanallarimga mana shuni ishlataman. Yangi IP qilib, yangi anaqa qilinadi. Men buni boshqa skachat qilib olganman. Xo'p, biz bu yerga kirishimiz uchun, nastroyka qilib olishimiz uchun biz mana bu yerdan redaktor anaqasini bosamiz, tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin biz boyagi olgan proxyimizni xo'p, mana bu yerga qo'yiladi. Mana новый proxy qilasizlar. Новый proxy qilgandan keyin HTTP bo'ladi. Keyin proxyni mana shu yerga yozib chiqishimiz kerak. Hozir men skachat boyagi sotib olganimni ko'rsatib beraman. Mana misol uchun mana shu ikkinchisini olib ko'rsataman. Mana shu o'zlaridan kopiya qilib olsanglar bo'ladi. Mana kopiya qildi. Hop, bundan chiqib ketamiz. Bu yerga kiramiz. Proxyga mana shu yerga Ctrl ni bosib. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda mana o'zi chiqdi mana. Amerika, New Jersey, anaqa New Yorkga. Xo'p, keyin biz bu yerda nima qilib qo'yamiz? Saqlanib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Saqlanib qildik, bo'ldi. Xo'p, shunda menda 3-inchisi edi. Mana Buxara degan. Xo'p, keyin buni zapis qilamiz. Bo'ldi, faqat mana shu настройка qilib qo'ysanglar bo'ldi. Mana bu yerdan o'zi mana bu yerda создать profil qilib, profil ochasizlar. Mana shu yerga создать qilsanglar, nimadir yozib qo'yasizlar. Keyin mana HTTP bo'ladi и mana bu yerga boyagi ko'rsatganimdek proxyni установить qilsanglar bo'ldi. Xo'p, profil создать bo'ladi. Men hozir создать qilib qo'yganman. Mana bizda ochildi. Mana ochilgandan keyin biz bu yerda Google ga kirishimiz kerak. Ya'ni Google deb yozamiz. Google deb yozganimizdan keyin mana bu yerga o'zimizni profilimizni kirgizamiz. Xo'p, bu yerga men o'zim telefonimdagi eski, xohlasanglar o'zingizlarni eski telefoninglardagi Gmaildan kirgizishinglar mumkin, xohlasanglar o'sha yerdan yangi ochib yangi kirgizsanglar bo'ladi. Bu yerda anaqasi yo'q. Xo'p, bu yerga men yozaman.
Bu yoqda parol yoziladi. Xo'p, men kirib oldim. Xo'p, mana profilim kirib oldim. Keyin bu yoqda biza men sizlarga anaqasini ссылкalarini beraman. Hop, mana bu yerga yozishimiz kerak. Gemini student. Mana birinchi bo'lib student kirishimiz kerak. Keyin bu yoqga mana shu ссылкаga bosamiz, Gemini Students'ga. Mana Gemini Student kirganimizdan keyin bizada agar mana bu joyida free for 1 years chiqmasa, bu degani sizlar proksilar yangi proksi olib turib boshqaga qo'yib qo'yish kerak degani. Chunki bir xil paytlarda ishlamay qoladi. Bu agar ishlamasa, demak proksilar ishlamayotgan bo'ladi. Mana shu yerga get offerga bosishimiz kerak. Keyin bu yoqqa bosganimizdan keyin men sizlarga yana bitta ссылка beraman. Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda kerakli ссылкаlarni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hammasini Telegram kanalimda bo'ladi. Xohlasangiz bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana shu saytga kirishimiz kerak. http://batch1k.me deganga. Xo'p, buni kopirasiya qilamiz. Keyin mana bu yerda Dolphinni mana profiliga kiramiz. Mana shu yerdan stavить qilamiz. Mana shu saytga kirib oldik. Kirganimizdan keyin bu ishlashi kerak hozir. Keyin biza mana shu получить доступ degan joyi mishka o'ng tomonini bosib turib anaqa qilishimiz kerak. Kopirasiya qilishimiz kerak bo'ladi. Доступ so'rayapti. Menda anaqa qilingan ekan. Уже kopirasiya qilingan ekan. Xo'p. Mana shu yerga bossak. Chunki men buni oldin ishlatib ko'rgandim. O'shanga уже menda primoy kirib ketyapti. Mana уже bu yerda kartalarni kirgizish so'rashyapti. Boshqa profilimga kirib ko'rsatib beraman. Hozir bu yaxshi anaqa bo'lmayapti. Men bu yerdan chiqib ketishimga to'g'ri kelib qoladi hozir. To'g'ri keladi. Quit qilamiz. Quit qilganimizdan keyin men yana boshqa anaqamni profilimni yozaman. Valid account qilamiz. Bu yerga mana shu profilimni yozaman. Просто bu eksperiment uchun. Xo'p, bu yerda kirdi. Endi biza boyagi saytga kirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana shu o'zida Gemini Student deb yozsak, kirib ketadi. Xo'p, biza kiramiz. Mana bu yerda ham 1 years chiqyapti. Biza mana shu yerda get offerga bosishimiz kerak. Xo'p, mana уже chiqyapti. Keyin biza mana shu yerdan подтвердить statusi kopirasiya qilishimiz kerak. Mana уже chiqyapti mana. Kopirasiya adres ссылка chiqyapti. Kopirasiya qildik. Keyin biza boyagi saytga kirishimiz kerak. Inputga o'sha boyagi hozirgi olgan ссылкamizni tashlaymiz. Keyin bu yerdan I am human bosishimiz kerak. Bu yerda ham bitta bosib qo'yishimiz kerak. Chiqmayapti. Bunaqasi aylanayotganini tanlaymiz. Verify. Xo'p, bu yerda start verification bosishimiz kerak. Human bosib olamiz. Send feedback deyapti. Yaxshi ishlamayapti. Iloji boricha buni o'zinglarni qanaqadir Gmail ilardan biz anaqalikni kirish kerak. Iloji boricha. Men bu yerda boshqa o'zimni biz proksili anaqamga kirib ko'rsatib beraman. Sizlar shunaqa qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ishlamayapti. Biz boyagi bu yerdan olgan anaqamizni kopirasiya qilamiz yana bir bor. Kopirasiya ссылку. Xo'p, endi biz
o'zimizni oddiy kompyuterdagi Gmail'imizga kiramiz. Любой bitta internet bo'lsa bo'ldi. Bu yoqda человек bosamiz, bu yoqda buni bosamiz. Hop, hozir o'ylaydi. Mana o'zi bitta bo'ldi. Hop, buni mana bu yerga qo'yamiz. Har xil logistik narsalar chiqadi. Bu yerga qo'yamiz. Odam deb o'ylashi, anaqa bo'lishi uchun. Keyin bu yoqda start verification bosamiz. Bosganimizdan keyin ozgina kutishimiz kerak. Bu mana bu yerda 1 bo'ladi. Complete bosib, mana bu yerda verifikatsiya deb chiqishi kerak. Ozgina kutasizlar. Xo'p, bizada o'tdi. Misol uchun unexpanded verification step deyapti. Bir xil paytlarda mana shunaqa chiqadi. Bir xil paytlarda sizlarda verify deb chiqadi. Har xil anaqa chiqadi. Biza uning uchun mana shuni iloji boricha sizlar agar sizlarda yana o'xshamasa, buni orqaga nazar bosib turib, bitta обновление berib, boshdan подтвердить status qilib olishinglar kerak bo'ladi. Hozir shunda подтвердить status bo'lgandan keyin mana hozir qilib ko'rsataman. Mana подтвердить status bosganinglardan keyin sizlarda mana bunaqa get Google AI Pro chiqadi. Keyin bitta bosasizlar. Bosganinglardan keyin sizlarda mana yana bir marta chiqyapti. Yana bosish kerak bo'ladi. Xo'p. Sekin ishlayapti. Xo'p, bo'ldi. Уже bizada o'tdi. Biza bu yerga добавить kartu qilishimiz kerak. Xohlasanglar o'zinglarni viza kartalarni yoki ishlamaydigan qanaqadir qo'ysanglar ham bo'ladi. Agar puli nol bo'lsa, ishlatmaydigan kartalar bo'lsa, hozir menda karta bor. Bu kartani sizlar xohlasanglar ishlatsanglar ham bo'ladi. Men mana shu yerda qilib ko'rsataman. Mana bu yoqda birinchi karta, ikkinchi kartani ishlatib ko'ramiz. Xo'p, biza introga qo'ysak, mana kart numberga kart number qo'yishimiz kerak. Xo'p, albatta qo'yamiz. Чтобы o'zimizga ozgina удобный bo'lib olish uchun 0129 ekan. 0129 yozamiz. Bu yerga kodi CVV kodi 790 ekan. Xo'p, 790 yozdik. Bu yerga men sizlarga yana bitta sayt beraman. U generatsiya qilish uchun любой bitta xohlasanglar, любой amerikanskiy ismlarni yozib olsanglar bo'ladi. Hozir mana name generator yozasizlar. Mana bu saytda ham mana shu yerga anaqa qilib qo'yaman. Kirasizlar name generatorga. Endi iloji boricha mana shu yerdan любой bitta ism olsanglar bo'ladi. Xo'p, bitta misol uchun mana Will bir nima Graham olamiz. Olganimizdan keyin biz boyaga mana bu yerga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerga zip kodga biz yozamiz mana bu zip kodini. Xo'p, mana 9013 yozamiz. Mana yozganimizdan keyin save kart qilamiz. Bu ishlaydi. Mana сохранить нет спасибо qilamiz. Bo'ldi. Endi biz bu yoqda подписаться bosamiz. Bu karta meniki emas. Xohlasanglar bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ikkita karta tashlab qo'yaman. Bemalol ishlataverasizlar. Ana ozgincha kutamiz. Kutgandan keyin bo'ldi. Mana подписка оформлена deyapti. Biz bemalol ishlatsak bo'ladi. Xo'p, X bosamiz. Перейти к Gemini bosamiz. Mana bu yoqda kirdi уже. Mana уже sizlarda Pro. Mana agar mana shunaqa rangli bo'lib tursa, уже Pro degani. Mana Pro versiyasini oldik. Bu yoqdan bemalol xohlasanglar ishlatib Gemini'ni Pro versiyasini ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda Pro уже. Keyin bitta blogga kiramiz. V3 ga. Mana Flow Labs Google FX Tools Flow bo'ladi. Mana shu sayt. Mana Flow Create with Flow bosamiz. Mana primo o'tib ketdi. Bu yoqdan помогать улучшить инструменты и для творчества deyapti. Bu yoqda bitta bosib, dalil bosamiz. Pastdan
Продолжить bosamiz, bo'ldi. Sizlarda ishlayapti mana. Mana новый proyekt qilib turib, mana bu yoqda уже menga mingta kredit berdi. Mingta kreditni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 10 ta, xohlasanglar 20 ta, xohlasanglar 30 ta, qancha olishni xohlasanglar olaverasizlar bemalol. Endi bu skidka anaqasida o'zini saytida ko'rganimda 31-yanvargacha amal qiladi degandi. Olib bemalol ishlataverasizlar. Salomat bo'linglar.